Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona o'simlik klinikasi, Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Ma'qulovman. Mana 2025-yil hosili uchun g'alla parvarishini ham boshlab oldik. Xudo xolasa barchaga omad tilayman, barchani g'alla maydonlariga baraka tilayman. Iloyim shu 80-100 sentnerdan hosil olish barchamizga nasib qilsin. Bugun shu to'g'risida qisqa va lo'nda gaplashib o'tamiz. Birinchi aytadigan gapim sizlar uchun respublikamiz bo'yicha, viloyatimiz bo'yicha ham 70-80% g'alla maydonlarimiz kech ekildi. Ekish kech ekilishini hisobiga asosiy maydonlarimizda g'alla nihollarining rivoji o'tgan yilga nisbatan ancha orqada. Uni qo'yib turaylikda, bu yilgi bahor qanday keldi? Mana bu yilgi bahor o'tgan yilgi bahorga nisbatan 10-15 kun kech keldi. O'tgan yilgi g'allalarimizni hozirgi g'allalarimiz bilan kim solishtirib ko'rdi? O'tgan yil shu kunda g'allamizni holati qanday edi? Hozir bu yili qanday? Aytaylik, 10-15 kun orqada ketyapmiz. Bu orqada ketayotganimizda eng xavfli, eng yomon bir prognozini men sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Bu prognoz aytishga majburmiz. Aprel oyi quruq ob-havo kutilyapti. May oyining birinchi 10 kunligida Eron hududidan issiq havo oqimlari kirib kelyapti. Bu Respublika gidrometeorologiya markazining xabarlariga asoslanib aytilayotgan gaplar. Shuning uchun buni xavfli tomoni nimada degan savol sizlarda barchalaringda tug'ildi. O'zi o'tgan yilgidan 15 kun kech amal boshlanyapti. 15 kun erta amal to'xtaydi degani. 15 kun erta to'xtaydi degani boshoq 15 kun oziqa to'plash imkoniyatidan, muddatidan mahrum bo'ladi degani. Sababi bilasizlar, g'alla bu kun sanab pishadigan o'simlik emas. Sababini tushuntirib o'taman. Sentyabr oyida ekilgan g'alla ham, dekabr oyida ekilgan g'alla ham iyun oyida bir hafta farqi bilan pishadi. 100 kun farqi bilan eking, bir hafta farqi bilan pishadi. Sababi g'alla o'simligi issiqlikni, haroratni sezish hisobiga vegetatsiya muddatlarini o'ziga tashkil qilib boradi. Misol uchun 27-28 gradus haroratni sezgan g'alla ekini zudlik bilan tuplash fazasini to'xtatib, nachalash fazasiga o'tib ketadi. 35-37 gradus haroratni, issiq oqimni sezgan g'alla ildiz orqali boshoqqa tashib keltirayotgan oziqani, boshoqni to'ldirish uchun olib kelayotgan ovqatini to'xtatib, endi pishishga, o'z-o'zidan pishishga harakat qilib yuboradi. Shuning uchun may oyining birinchi 10 kunligida agar Erondan issiq havo oqimlari kirib keladigan bo'lsa, g'allamizdan yuqori hosil olish imkoniyati 15-20% ga cheklanadi. O'zi bahorgi ob-havo 15-20% ga oladigan hosilimizni cheklash holatida turibdi. Kim harakat qilsa shu 15-20% hosilni qo'shib oladi. Kim harakatni kechiktiradigan bo'lsa, bu kelgan sovuq, bahorga kelgan sovuq oqimlarni o'zi 15-20 sentner hosilni yo'qotib qo'yadi harakat qilmagan fermer. Endi may oyidagi yana 15-20% hosilni yo'qotishni hisobga oladigan bo'lsak, 30-40% yo'qotib qo'yish mumkinligi ko'rinib turibdi. Shuni umuman yo'qotmaslik imkoniyati bor. Bu yo'qotmaslik imkoniyati sizlarning o'zlaringizda, bizni qo'limizda turibdi. Bizdan sizlarga to'g'ri tavsiya berish, sizlardan vaqtida imkoniyat darajasida tezlik, zudlik bilan ishlov. Endi bu yil 15 kun kech ishlov boshlayotganimiz hisobiga nima qilishimiz kerak? Ko'pchilik uxlayapti. G'alla uyg'onib bo'lgan fermerlar uxlayapti. Nima qilish kerak? Uyg'onish kerak birinchi. Uyg'onib zudlik bilan dalaga borish kerak. 200 kilogramdan karbamid mineral o'g'itini berish kerak. Ortidan suspenziyani sepish kerak. Ortidan suvni qo'yish kerak. Shu 2 kunning ichida, bugundan boshlab shu 2 kunning ichida shu ikkala ishni zudlik bilan bajarishimiz kerak. Bajarganda ham ongli ravishda har kimni har xil tavsiyalariga amal qilib ketib, yo'rg'alab ketib qolmasdan
ishonchli tavsiyalar asosida ish yuritishimiz kerak. Endi yo'qotib qo'ygan 15 kunimizni bu yerdan qoplash uchun ishlovlarni muddatini qisqartirishimiz kerak. Har yili 15 kunda bir suspenziya o'g'it berilgan bo'lsa, bu yil 8 kun 10 kunda shu ishni qilishimiz kerak. Xo'p, yana bitta narsani aytmoqchiman sizlarga. Kuzda fermerlarda imkoniyat deyarli cheklanib qoldi. Bu respublika bo'yicha hammada bir xil. Shuning uchun juda katta 70-80% maydonlarimiz ammofozsiz ekildi. Ammofozsiz ekilgan maydonlarda bilasizlar, endi ammofozning bajaradigan vazifasi tuproqni 5, 7, 10 sm qatlamida tuproq bilan reaksiyaga kirishib, g'ovak qatlam hosil qilib beradi. Buni vazifasi shu. G'ovak qatlam hosil qilgandan keyin shu g'ovak qatlam orqali bu g'allani ildiziga havo kirib boradi, oziqa kirib boradi. Shuni hisobiga amal 50% ga tezlashadi. Shu ammofozsiz ekilgan maydonlarda 50% amal yana sus bo'ladi. Endi ba'zi fermer xo'jaliklariga kimlardir tavsiya beryapti-da, 200 kg, 250 kgdan ammofozni sol, kuzda solmagansan deyapti. Yo'q, bu xato. Qimmat o'g'itni hozir bu holatida solish mumkin emas. Sababi endi bu tuproqqa aralashib kirib bizga g'ovak qatlam hosil qilib bermaydi. G'alla ekini fosfor elementini ildiz orqali emas, barg orqali yaxshi o'zlashtiradi. Hammani esida qolsin, barg orqali yaxshi o'zlashtiradi. Shuning uchun ushbu yetishmagan fosforli elementini faqat barg orqali berishimiz kerak. Agar barg orqali ammofoz solinmagan maydonlarda fosfor bilan to'yintirmasak, bir mashina g'allamiz 1,5 tonnagacha yengil o'tiradi. Shu hammani esida qolsin. Shuning uchun suspenziya sepishayotganda, sepayotganlaringda tavsiyalarga qat'iy amal qilib, bo'lmagan har xil suspenziya tarkibida fosfor qancha miqdorda bor, yo'q, amalni kuchaytiradi. Shularga qarab, birovlar tavsiyasiga ishonib qolmasdan, tavsiyani yetarlicha ishonchli joylardan olinglar. Mana biz hozir shu kunda g'allani 1 gektar maydon uchun 1,5 litr hosil 33 suspenziyasini beryapmiz. Bu o'ta kuchli gormon o'stiruvchi. 1 litrdan fosfor udar degan suspenziya beryapmiz. Asosiy qatlami bu fosfor elementidan tashkil topgan. Bu fosforli suspenziyani qo'shib berishimizdan maqsad shu ildizni ham rivojlantiradi, ham kuzda ololmagan fosforni ammofozda o'rnini yopib beradi. Uchinchi, hozir 70% respublikamiz bo'yicha g'alla maydonlari yetarli darajada tuplamagan, hattoki nacha holatda turgan maydonlarimiz ham juda ko'p. Bunday maydonlarga zudlik bilan 1,5 litr hosil 33, 1 litr fosfor udar, 250 gramdan 300 gramgacha alohida vazifasi tuplatuvchi bo'lgan rotor suspenziyasini qo'shib beryapmiz. Agar hosil 33 bilan fosfor udarni sepadigan bo'lsak, amal davri normada ketayotgan maydonlarga 1 gektari 53 ming xolos. Endi tuplatuvchini qo'shib beradigan bo'lsak 83 ming bo'ladi. O'rtoqlar, bu qimmat emas. Zudlik bilan mana shu suspenziyani sepib, o'g'itlab suvni olinglar. Shu jarayonni 3 marta takrorlaysizlar. 3 marta takrorlaganlaringdan keyin hosil 34 degan boshoqni tezlashtiruvchi, yiriklashtiruvchi suspenziya sepasizlar. Bo'ldi, g'alla pishadi. Shuning uchun hozir bugundan ishni boshlaylik. Zudlik bilan agar ulgib qolsak, biz kutgan o'sha 70, 80, 90 sentnerni olamiz. Barchani xirmoniga baraka. Ushbu videoni kimda nechta fermerni telefon raqami bo'lsa, Telegramga o'tkazib beringlar. Bu o'ta muhim topshiriq. Zudlik bilan tarqatinglar, zudlik bilan bir-birlaringga yetkazinglar va zudlik bilan ishni boshlanglar. Telefon raqamimizni eslatib o'taman. 90lik kodi bilan 407 21 56, 93lik kodi bilan 94lik kodi bilan 302 32 36, 91lik kodi bilan 91lik kodi bilan Ahadjonning nomeri, agronomimizning nomeri bor. 406 0665. Shu 3 ta telefon raqamiga xohlagan payt chiqinglar, ishni boshlanglar. E'tiborlaring uchun rahmat.